Necha kunlik dam olish kunlari uyda zerikib beka o'tgandan menga ayishib manandek o'zgacha yeyishlik qilib, ochiq shaviy qiyimliq bo'lib pishirib sinab yiqinglar. O'zinglar ajr qilib, qo'zilib atgan tomoqdan huzurlanib, ko'nglinglar shunday ichilib qoldi. Men shakliga qarab, bek tasmidu deb ikkilanib qolmanglar. Uncholar tas emas. Men deb bergan nuqta bo'yicha birma-bir qilsanglar, cho'qim utuq qazna olasizlar. Qiynamsammiz birlikda ginaylik. Oldi bilan xamirni yo'g'irib olamiz. Xamir yo'g'irish mashinasiga un, tuz, shakar, xamir turush, seriq may, ilman sutlarni bir vaqt to'kib, 100 paqira qalatgacha yaxshi ishlab xamir yo'g'irib, o'zidan 2 kez yo'g'ang'icha bo'ldirish uchun qo'yib qo'yamiz. Xamirga ketarlik materiallarning gram sonini ekranga tafsili yozib qo'ymay, shu bo'yicha tayyor qilib yo'g'irib olsanglar bo'ldi. Bu oraliqda qiymini tayyorlab olamiz. 1 kilo shavini qaynoq suvdan o'tkazib olgandan keyin qipidan ayirib, pakiz tozalab tayyorlab olamiz. Qo'shimcha ko'ktatlardan chingsa, ko'klaza, samsaq, so'ng piyoz ketadi. Qiymining ta'min tanshash uchun koriyacha achchiq lazjan, galitet tuqsi, uaqlaza, tuz, shakar, rayhon o'q ketadi. Qiymining texmi yeyishlik bo'lish uchun buni bir qo'rib etamiz. Qozonga muvofiq may qo'yib olamiz. Ishlatganim Elnori va Laborat markasidagi xamashiyasini Ispaniyadan import qilib ishlagan, yuqori temperaturada qizdirib qo'rishga mos keladigan tunji siqim zaytun mayi. May qizigandan keyin samsaq, so'ng piyozni silib mizlik bir qichqich qo'raymiz. Undan keyin shaviy bilan tettuqni bir vaqt silib tettuqni ergich qo'rib olamiz. Oxirida azroq jangyu, yarim piyola qaynoq suv, chingsa, ko'klazlarni bir vaqt silib birishga aralashtirib tuplam o'tni o'chirib, buni sovutish uchun qo'yib qo'yamiz. Bo'ldirib olgan xamirni taqtig'ilib, o'xshash qilib oldi bilakka bo'lib zugul qilib olamiz. Undan keyin har bir zugulni o'ttirni qiylan qo'yib, cho'rsini ko'rsatilgandek nipizlatib, qush belgisi shaklida yeyib ichib olamiz. Orqadan o'ttirga muvofiq miqdorda qiyma silib, ko'rsatilgandek 4 atrofini ichiga qatlab tugib olamiz. Undan keyin 4 atrofida ichilib qolgan yuchiqchilar bo'lsa, qo'limiz bilan besib aplashtirib, qiyma teshig'i chiqib ketmaydi, holatgacha tuzashtirib olgandan keyin duxovkaning lisiga tizib olamiz. Undan keyin har bir tugib olgan bolkaning yuziga bir qavat tuxum sirqi berib atgandan keyin pakiz tig' bilan ko'rsatilgandek chiroyli kesib gul chiqarib olamiz. Agar buningdek gul kesishni avarchilik ko'rsanglar, yuziga bir qavat kunji sepatgandan keyin oldin qizdirib olgan duxovkaga silib 180 gradusda 25 minut pishirib olsanglar tayyor bo'ldi. Qaranglar, shunda chiroyli pishib chiqibdi, ta'miga gap ketmaydi. Sizlar uyda cho'qqim bir sinab yiqinglar. Uygun oldinglarmi?